alaykum. Mana Sirdaryoda Sayxunobodda maktabimiz. Bu yoqda ham atab yanasini tugatdik. Endi bu yog'ini dushanba kuni kechga kunduz kuni ko'rsatamiz. Mana fankoiler, bu yoqqa fankoiler o'rnatdik. Mana fankoiler o'rnatdik. Bu yoqqa Xudo xohlasa inshaalloh maktabimiz sistema polni fankoiler. Bu yoqda Xudo xohlasa bypassimiz, konnektorlarimiz yig'iladi. Tayyorlab qo'yganmiz. Ana bu yoqda ham Xudo xohlasa fankoiler. Bu yoqda ham Xudo xohlasa fankoiler. Fankoilerlarimiz bitta. Fankoilerni o'rnatdik. Sayxunobod 5-maktab. Mana bu yoqda ham fankoilerni o'rnatdik. Shenlarini o'rnatib qo'ydik. Xudo xohlasa bu yoqda ham o'rnatdik, bu yoqda ham o'rnatdik. Xudo xohlasa inshaalloh. Sutlarni o'chirib qo'yamiz. Xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana fankoiler. O'rnatdik, bu yoqqa ham fankoiler o'rnatdik. Fenlari. Bu yoqqa sanokka qilib bo'ldik. Endi esa sekin Xudo xohlasa ketaveramiz. Bu yoqqa ham o'rnatdik, bu yoqqa ham o'rnatdik. Inshaalloh bu yoqda ham svetini o'chiramiz. Bunga ham o'rnatdik. Maktabimiz. Mana yana bitta koridorda. Bu naryoqda yana bitta koridorda bor. Bu yoqda ham bu yoqqa kirib chiqdi. O'chirib qo'yamiz. Bu tomonda ham. Bu tomonda ham feni. Bu yoqda ham svetini o'chiramiz. Bu yoqqa esa radiator o'rnatdik. Buni ham o'rnatdik. Xudo xohlasa maktabni Xudo xohlasa inshaalloh tugatdik. Endi bitta kotyolni fenni olib kelib bersa, chillerni olib kelib bersa, Xudo xohlasa bo'ldi.